Nima bu? Nima qilyapsan? Qaynota to'ydan oldin o'zi ishlab chiqarayotgan ekan mana bunaqa narsalarni. O'shanga yaxshi ko'rinmoqchimi? Yo qiz yaxshi ko'rib qoldimi? O'zi ko'rganmisan qaynotangni? Yo'q. Qaynotamni ko'rmaganman. Yo'q-a. Lekin bitib ketgan millioner deb eshitdim. Lekin eng qizig'ichi o'g'li yo'q. To'ydan keyin adijon qilib, hamma yiqqan terganlarni o'zimniki qilib olsam, marra maniki. Yomonsan. Uzr, mana bo'ldi. Ha? Bu bars kotyollarimiz. Juda ham tejamkor. 200 kvadratdan 1000 kvadratgacha isitib beradi. Ko'mirni kukunida, xokasida ham ishlayveradi. Agar bir marta to'ldirib qo'ysangiz, 5 kungacha isitib beraveradi. Bo'ldi, boboy, ko'p gapirmasdan tez ish qiling. Bir narsa so'ramoqchi edim. Yana nima? Ishchilarimizga iloji bo'lsa bitta tushlik qilib bersangiz. Boboy, restoran ko'ryapsizmi? Tez ishingizni qiling-da, yo'qolib qoling. Tushundingizmi? Yo tushunmadingizmi? Yo'qolib qoling. Maylida. Tekin tomoqlar. Hozir 1 minut. Kompotku. Allo, Hojonim? adam siz bilan ko'rishmoqchilar. 3 Bo'ldi. soatdan keyin restoranda ko'rishamiz. Bo'ldi. Unaqa uchrashuvlarni qoldirmaymiz. Tamom, 3 soatdan keyin ko'rishamiz. Xo'p, kutaman. Nima gap? O'rtoq, qaynota uchrashuvga chaqiribdi. To'ydan oldin men bilan gaplashib olmoqchi ekan. Bahonada tanishib olamiz. Yo'q-e. Adajon, mehribon qilsam. Eriydi-yu. Adajon shu yerdami? Ha, shu yerdalar, yuring. Adajon, Abdulla akam keldilar. Assalomu alaykum adajon. Shu sovchi qo'ygan yigitni bir sinab ko'rsam. Bilmadim, negadir ko'nglim g'ash. Mayli adajon, siz nima desangiz shu. Lekin yaxshi yigit. Buni vaqt ko'rsatadi qizim. Ha? Qotib qolding. Assalomu alaykum. Hamma ko'rgan narsang ham haqiqat bo'lib chiqavermaydi. Birovni mehnatini qadrlamagan meni qizim ham qadriga yetmaydi. Senga beradigan qizim yo'q. Uyingdagi kotyol mendan senga sovg'a. Faqat bir gap. Ehtiyot bo'l. Juda ham qattiq qizdiradi. Ketingni kuydirib olma. O'zing aytmoqchi. Endi yo'qolib qolchi. Omon bo'l. Qani qizim, kel. Yo'qoling. O'zingni bilsang, o'zgani sher bil.